Aziz sotuvchilarimiz, biz sizlar bilan noutbuklarni bir qancha turlari, ya'ni grafik dizaynerlari uchun, gamerlar uchun, hatto ofis uchun mo'ljallangan noutbuklar haqida bir qancha video sharhlarni qildik. Endilikda esa sizlar bilan universal biznes uchun mo'ljallangan ham sensor ekran bilan jihozlangan ajoyib noutbuk haqida gaplashamiz va bugungi qahramonimiz HP kompaniyasidan G1040 modellariga EliteBook haqida gaplashamiz. Uni texnik imkoniyatlari, afzalliklar va kamchiliklarni bosqichma-bosqich o'rganamiz. Ekrandan uzoqlashmang, demak, boshladik. Biz ko'pincha noutbuklar ish uchun bo'lsa, ular rasmiy, sodda va monoton ko'rinishga ega bo'ladi deb o'ylaymiz. Ammo HP bu stereotipni buzib, mukammal noutbukni yaratdi. Bu qurilma nafaqat ishlashda, balki uslubda ham o'ziga xosdir. EliteBook ajoyib konstruksiya, yuqori sifatli alyumindan tayyorlangan korpusga ega bo'lib, unga teginish juda ham yoqimli. Og'irligi esa bor yo'g'i 1.18 kilogramdan tashkil etadi. Ayollarimiz uchun ham ideal tanlovlardan biridir. Agarda korpusga teginadigan bo'lsangiz, barmoq izlari qolib ketish ehtimoli juda ham kam. Sensorli ekran yordamida esa siz nafaqat berilgan vazifalarni klaviatura, balkim barmoqlaringiz boshqaruvi bilan ham bajarishingiz mumkin bo'ladi. EliteBookning ekrani IPS, ruxsati 3120 ga 2080. Ekran yangilanish tezligi esa 120 Hz. Bugungi qahramonimiz uchun Intel Core Ultra 5 protsessori o'rnatilgan. U o'zining yuqori ishlash darajasi, energiya samaradorligi va sun'iy intellektga moslashgan imkoniyatlari bilan zamonaviy noutbuklar orasida ajralib turadi. Muhim texnik xususiyatlariga to'xtalib o'tsak, yadrolar soni 14 ta, iplar soni esa 18 ta, maksimal chastotasi esa 4.5 Hz gacha. Protsessor haqida qisqacha ma'lumotlarga ega bo'ldik. Endilikda esa grafik karta haqida ham qisqacha tanishtirib o'tsak. Asosiy imkoniyatlari 8 ta grafik yadrosi, 128 ta shader model bloklari, DirectX 12 Ultimate ni qo'llab-quvvatlaydi hamda 4K HDR videolarni ham tahrirlaydi. Yuqori texnik imkoniyatlarga ega bo'lgan ushbu noutbuk bilan siz bir qancha dizaynerlik vazifalarni ham bajarishingiz mumkin. Misol uchun Illustrator, Adobe Premiere Pro, After Effects, Blender, Figma yoki shunga o'xshagan boshqa dasturlarni ham bemalol qo'llab-quvvatlaydi. Akkumulyatori esa bitta to'liq zaryadda 16 soatdan ortiq ishlaydi. Aytganday, agarda siz ko'p yozsangiz, klaviatura mukammal zarba va qulay yoza olish imkoniyati bilan ham ajralib turadi va u sizni hech qachon charchatmaydi. Trackpad ham juda yuqori sifatga ega bo'lib, har bir bosishda aniq va ishonchli javob beradi. Operativ xotirasi 16 GB DDR5. Shu bilan birga 1 terabaytli SSD faqatgina katta hajmdagi fayllarni tezda saqlash emas, balki ularga 0 vaqtni sarflab kirish imkoniyatini ta'minlaydi. Bu noutbukni professional ishlar, video tahrirlash yoki katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash uchun ideal tanlovlardan biriga aylantiradi. Shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak, HP EliteBook bir qancha kommunikatsiyalar bilan ham jihozlangan. Jumladan USB 3.2, Bluetooth 5.3, Type-C, USB, HDMI. Bu kommunikatsiyalar boshqa monitor qurilmalariga oson ulanish imkoniyatini taqdim etadi. Shu o'rinda kichik kamchiligi bor, uni aytib o'taman. Bir vaqtning o'zida bir qancha katta dasturlarda foydalanayotgan bo'lsangiz, protsessorda qizish holatini sezishingiz mumkin, lekin bu sezilarli darajada bo'lmaydi. Aziz sotuvchilarimiz, biz sizga ushbu EliteBook haqida bilishingiz kerak bo'lgan barcha ma'lumotlarni taqdim etdik. Yagona xulosa esa albatta o'zingizdan. Kuzatuvchilarimiz orasida ushbu EliteBookdan foydalanayotganlar yoki foydalanganlar bo'lsa, albatta foydalanish vaqtidagi tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Sababi navbatdagi xaridni amalga oshirmoqchi bo'lgan mijoz uchun bu muhim omillardan biri hisoblanishi mumkin. CSR do'konlar tarmog'ida esa ushbu EliteBookni oylik to'lovi 2.300.000 so'mdan 12 oyga bo'lib to'lash evaziga xarid qilishingiz mumkin. Ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, do'stlaringiz bilan ushbu video sharhni ulashing, o'zingizni va sevimli insonlaringizni esa ehtiyot qiling. Do'konlarimiz tarmog'ida ko'rishguncha.